Tushda somon ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushdagi somon, xususan bug'doy somoni bo'lsa, mol-u ne'matga ishoradir. Tushida ko'p somoni borligini va uni uyiga tashiyotganini ko'rsa, halol mol-u ne'matni ko'p hosil qilishiga ishoradir. Agar arpa somoni bo'lsa, aytilgandan ozroq mol topadi. Kirmoniy aytadiki, tushida somonxonasi borligini va somon uning mulki ekanligini ko'rsa, badavlat bo'lishi va ikki jahon murodini topishiga ishoradir. Mag'ribiy aytadiki, tushida somonxonaga o't yetganini va somon yonib ketganini ko'rsa, podshoh uning uyini musodara qilishi va mollarini tortib olishiga ishoradir. Agar tushida hayvonlar somon yeyayotganini ko'rsa, molini qo'ldan chiqarishiga ishoradir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi somon 3 narsaga ishora bo'ladi: halol molga, kasb-u maishatga, murod va shodlikka. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.